Yunus suresi Mekke'de nazil bo'lgan. Jami 109 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Ra. Bu hikmatli kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. İnsanlarning biriga, ya'ni Muhammad alayhissalomga insanlar, ya'ni kafirlarni Allohning azobidan ogohlantirgin. Mo'minlarga Parvardigorning dargohida qilgan yaxshi amallari uchun yuqori o'ringa erishadiganligi bilan xush xabar bergin deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanamdi. Kafirlar bu haqiqat oshkora sehrgardir dedi. Şübhəsiz ki, sizlərinin pərverdigarınlar Allah'dır. O, insanlarını, zəminni 6 gündə yarattı. Andın ərş üstüdə özüge layıq rəvişdə qarar aldı. Allah xalayiqning işlərini öz hikmətige muvaffaq idarə qılıb durdu. Qiyamet günü hər qandaq şafaat qılğuchi aldı bilən Allah'ның iznini alıdı. Әні şu, Allah sizlərinin pərverdigarınlardır. Onunğa ibadet qılınlar. Vəz nəsiyyət almamsizlər. Qiyamet günü həmminlar Allah'ның dərgayığı qaytsizlər. Allah'ның vədisi haqdır. Şübhəsiz ki, məxluqatni dəsləbdə Allah yaratqan. Ularni halaq qılğandan keyin qiyamet günü iman etqanlarni və yaxşı əməl qılğanlarni adillik bilan mukofotlash uchun qayta tirildirdi. Kafirlarning bo'lsa, o'zlarining kufri tufaylidan do'zaxdagi ichimligi qattiq qaynagan suv bo'ladi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah quyoshni nur chashquchi va oyni nurliq qilib yaratdi. Yıllarning sonini va vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burishlarni tayin qildi. Allah ularni beka yaratgani yo'q, balki buyuk hikmat va zo'r manfaat uchun yaratdi. Allah ayetlerini kudreti ilahini bildiğin ve onun hikmetini fikir kılıdığın kavim üçün təfsili bayan kılıdı. Keçi bilen kündüzünün növetleşip turuşida Allah asmanlarda ve ziminde yaratkan şeylerde Allah'tan korkuduğun kavim üçün hakikaten Allah'ın barlıqını ve birlikini körüstüdüğün nurgun alametler var. Şübhəsiz ki, biz bilen mulaqat buluşni ümid qılmaydiganlar, yani Allah'a mulaqat buluşni közləməydiganlar, dünya tirikçiligidin bəhrəman buluş bilenla razı bolğanlar və onun bilen aram tapqanlar, bizning ayetlerimizden gafil bolğanlar. Әні şularning joyi qilmishlari tüpəylidin dozaq buludu. Şübhəsiz ki, iman etqanlar və yaxşı əməllərini qılğanlarını pərverdigari, ularının imanı səbəbidin, astıdın östənlər eqib durduğun nazu nimetlik cənnətlərə yetəkləydi. Ularının cənnətdəki duası, ey Rəbbimiz, biz seni pak dəb itiqad qılımız deyişdən ibarət. Ularning jannatda bir-biriga berdigan salami ahli do'zax chekivatgan azobdan aman bo'lg'aysan. Ya'ni assalomu alaykum deyishdan iboratdir. Ularning duosining oxiri jimi hamdusana olamlarning parvardigori Allohga xosdir deyishdan iboratdir. Agar Allah kishilar talab qilgan yomonlikni ishga oshirishga, ular talab qilgan yaxshilikni ishga oshirishga aldirgandek aldirsa edi, ularga ajli cho'qim yetgan bo'ladi. Ya'ni halok bo'ladi. Biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlarni gumrohlikda tengirqab yurishga qo'yib beramiz. Insonga biroz ziyon zahmat yetsa, yatsimi, o'ltirsimi
tursimi uni dafi qilishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetgan ziyon zahmatni ko'tarvatsak, go'yo uni ko'tarvatishimizni tilab bizga duo qilmagandek yomon ishni yana davomlashtirdi. Haddidan oshquchilarning qilmishlari ularga mushundoq chiroyli ko'rsatildi. Sizlardan ilgirki ümmetler zulüm qilganda, ya'ni kafir bo'lganda, gumrohlikda haddidan oshganda, haqiqatan ularni halok qildik. Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizlarni elib kelgan edi. Ular payg'ambarlar elib kelgan mo'jizlarga iymon keltirmadi. Gunohkor qavmni shuningga o'xshash jazolaymiz. Sizlarning qanday qildiganliklaringizni ko'rish uchun ularni, ya'ni o'tgan ummatlarni halok qilgandan keyin ularning o'rniga sizlarni ziminda o'rin basar qildik. Ularga bizning oyatlarimiz ro'shan tilovat qilinsa, bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni qiyomatga ishonmaydiganlar, buningdan boshqa bir Qur'onni keltirgin yoki uni o'zgartgin, ya'ni azobga doir oyatni rahmat oyatiga o'zgart. Ilohlarimizni so'kkanning o'rniga madiyala, haromni halol qil deydi. Men uni o'zimcha o'zgartalmayman. Men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Agar men Parvardigorimga osiylik qilsam, albatta buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan qo'rqaman degan. Agar Alloh iroda qilsa, sizlarga uni, ya'ni Qur'onni tilovat qilmas edim. Allohmi uni men orqali sizlarga bildirmas edi. Aranglarda onundan, ya'ni Qur'on nazil bo'lishdan ilgari uzun zaman turdim. Mo'jiza bo'lgan bu Qur'onning faqat Alloh tarafidan nazil bo'lganligini bilishga aqlinglarni ishlatmamsizlar degan. Allohga yolg'onni chaplagan yoki Allohning oyatlarini inkor qilgan odamdanmi zolim odam bormi? Gunohkorlar hargiz baxtga erishalmaydi. Ular Allohni qo'yib, o'zlariga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bular Allohning dargohida bizga shafaat qilguvchilar deyishidi. Ajiba osmonlarda va zaminda bundaq narsa, ya'ni Allohning sheriki yoki shafaat qilguvchi bo'lib, uni Alloh bilmay qilib, sizlar Allohga uni aytib beryapsizlar. Alloh ularning sherik keltirgan narsalardan pokdir va yuksakdir. İnsanlar aslida bir din, ya'ni haq dinda edi. Keyin ular ixtilof qilishdi, ya'ni dinlar ko'paydi. Parvardigoringning oldin ola aytgan so'zi, ya'ni jazolashni qiyomatga qoldirishdan iborat taqdiri bo'lmasa edi. Ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida, ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Ya'ni dinda ixtilof qilishganlari uchun ularga bu dunyoda jazo beriladi. Ular, ya'ni ahli Makka, nemishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga Parvardigori tarafidan biz talab qilgan mo'jizalardan bir mo'jiza tushirilmadi deydi. Aytqinki, g'aybni bilish faqat Allohga xos. Mo'jizalarni Alloh keltirdi. Men faqat tabliq qilguvchiman. Sizlar Allohning oramizda hukm chiqarishini kutinglar. Shubhisizki, men sizlar bilan shuni kutguchilardanman. Kishilarning beshiga kelgan ziyon zahmatni ko'tarayotgandan keyin ularga rahmatimizni tetitsak, ular bizning oyatlarimiz ustida mikr ishlatishga, ya'ni inkor qilishga oldiraydi. Aytqinki, Alloh ularni qilgan mikri uchun eng tez jazolaydi. Shubhisizki, bizning farishtalarimiz mikringlarni yezib turdi. Allah sizlarni quruqliqda, dengizda safar qildirdi. Sizlar o'ltirgan kema kishilarni elib mayin shamolda mengayotgan va bu shamoldan ular xushallanayotgan chog'da birdinla bo'ron chiqib kema o'rildi.
Ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemadagilar qo'rshivilinganligiga, ya'ni halok bo'lganligiga jazm qiladi. Cho'qinayotgan narsalarni tashlab qo'yib, ey Xudo, agar sen bizni buningdan, ya'ni balodan qutuldursang, biz cho'qim shukr qilg'uvchilardan bo'lamiz, deb chin ko'ngli bilan duo qiladi. Allah ularni u balodan qutqizgandan keyin ular yer yuzida yo'lsizlik bilan buzg'unchilik qiladi. Ey insonlar, buzg'unchiliginglarning gunohi o'zinglarga bo'ladi. Sizlar bu dunyoning o'tkinchi ne'matlaridan bahramand bo'lasizlar. Buning hasrati oxiratga qoladi. Ondan sizlar bizning dargohimizga qaytsizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilamiz. Hayati dunyoning misoli tez o'zgarishida, ne'matlarning o'tkinchi bo'lishida, kishilarning uning bilan mag'rur bo'lishida biz osmondan tushirgan yomg'ir suyiga o'xshaydi-ki, uning bilan zaminning insonlar, hayvonlar yeydigan turli o'simliklari o'nib chiqib, bir-biri bilan giralishib ketgan. Hatto zamin go'zal tusga kirgan, chiroyli yasangan, zamin egalari uningdan mol usul ilishqa jazm qilib turgan chog'da nagahan kechisi yoki kunduzi uningga qazoyimiz yetdi-da, ziroatlarni to'nugin, ya'ni ilgari yo'qdek butunlay o'rib tashlangandek qilib etdik, ya'ni nobud qilib yo'q qildik. Fikr yurgizdigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsili bayon qilamiz. Allah kishilarni aman joyga, ya'ni jannatga chaqirdi va xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Ularning yuzlarini qorliq va xorliq qoplamaydi. Ya'ni ularga g'am qayg'u va parishonlik yuzlanmaydi. Ana shular ahli jannat bo'lib, jannatda mangu qolg'uvchilardir. Dunyoda yomon ishlarni qilg'uvchilar bir yomonlikni qilsa, qilgan yomonligiga o'xshash, ya'ni shuningga loyiq jazoga uchraydi. Ular xorliqqa duchor bo'ladi. Ularni Allohning azobidan qutuldirguchi zodi bo'lmaydi. Ularning yuzlari go'yo qorong'u kechining parchasi bilan o'ralgandek qorayib ketadi. Ular ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qolg'uvchilardir. Shu kun, ya'ni qiyomat kunida mo'minlarni, kofirlarni hammasini yig'imiz. Ondan mushriklarga, sizlar Allohga sherik keltirganlaringlar bilan billa o'rninglarda midirlamay turinglar deymiz. Ularning orasini ayiramiz. Ularning sherik keltirganlari aytidi: sizlar bizga ibodat qilmagan edinglar, balki nafsi xohishinglarga ibodat qilgan edinglar. Sizlar bilan bizning oramizda guvoh bo'lishqa Alloh kupoyiki, sizlarning bizga cho'qinishinglardan biz g'ofil edik. Bu chaqda har odam ilgari qilgan amallari ustida sinildi. Ya'ni yaxshimi, yomonmi, uning natijasini ko'rdi. Ular haqiqiy egisi Allohning dargohiga qaytarildi. Ularning shafaat qiladi deb da'vo qilganlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlarga osmondan yomg'ir yog'dirib, zamindan giyoh undirib kim rizq berdi? Sizlarning anglash va ko'rish qobiliyatinglarni kim boshqardi? Tirik shaylarni o'lik shaylardan kim paydo qildi? O'lik shaylarni tirik shaylardan kim paydo qildi? Xaloyiqning ishlarini kim idora qildi? Ular bularga javoban Allah deydi. Aytqinki, Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan Allohning azobidan qo'rqmamsizlar. Yuqorqidek cho'ng ishlarni qilg'uchi sizlarning haqiqiy parvardigoringlar ana shu Allohdir. Haqiqatdan qolsa, gumrohlikdan g'ayri narsa mavjud emas. Nemishqa iymondan yuz o'rib, gumrohlikqa burilib ketsizlar.
Parvardigoringning Allah itoat qilishdan bosh tortganlar to'g'risidagi hukmi haqliq bo'ldi. Ular Allohning birligiga, Rasulullohning payg'ambarligiga iymon etmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarning sherik keltirgan narsalaringlarning ichida mavjudotni yo'qlikdan bor qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltira oladiganlar bormi? Aytqinki, Allah mavjudotni yo'qlikdan bor qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltira oladi. Nemishqa haqdan botil tarafga burilib ketsizlar. Aytqinki, sherik keltirgan narsalaringlarning orasida haq yo'lga yetaklayoladiganlar bormi? Aytqinki, Allah haq yo'lga yetaklayoladi. Haq yo'lga yetaklayoladigan zotga bo'ysunishga tegishlikmi yoki haq yo'lga yetaklayolmaydigan faqat o'zi boshqalarning yetaklashiga muhtoj bo'lgan narsalarga bo'ysunishga tegishlikmi? Sizlarga nima bo'ldi? Nemishqa bundaq batil hüküm chiqarsizlar? Ularning to'lisi faqat parazgili tayindi. Paraz degan haqiqatni isbotlashda haqiqatan hech narsaga yaramaydi. Shubhisizki Allah ularning qilmishlarini obdan bilguchidir. Bu Qur'onning Allohdan boshqasi tarafidan vujudga chiqarilishi aqliga sig'maydi. Chunki Qur'onni hech inson ijod qila olmaydi. Qur'on ilgari kelgan Tavrat, Injil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiq qilg'uchidir. Allah belgilgan ahkomlarni bayon qilg'uchidir. Uningga hech shak yo'qdir. U olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, agar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamga chaqira oladiganlikka kishilarni chaqirib, Qur'onga o'xshash biror surini keltirib beqinglar. Undaq emas. Ular Qur'onning ma'nosini to'liq tushunmay va haqiqatiga texi aqli yetmay turib, uni inkor qilishdi. Ulardan burun o'tgan ummatlarmi o'zlarining payg'ambarlarini mushlarga o'xshash yolg'onga chiqargan edi. Zolimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarab boqqin. Ularning ichida Qur'onga ishonadiganlar bor, ishonmaydiganlarmi bor. Parvardigoring buzg'unchilarni hammadan obdan biladi. Agar ular seni yolg'onchi qilishda ching tursa, mening qilgan amalim o'zim uchundir. Sizlarning qilgan amalinglarmi o'zinglar uchundir. Mening qilgan amalimdan sizlar ado judosizlar. Sizlarning qilmishinglardan menmi ado judaman. Ya'ni birov boshqa birovning qilgan gunohiga javobgar emas degin. Ularning ichida sana quloq soldiganlar bor. Sen gazlarga anglata olamsan. Ular aqlini ishlatmaydigan tursa. Ularning ichida sana qaraydiganlar bor. Ya'ni payg'ambarlikning aniq alomatlarini bayqaydiganlar bor. Lekin ular bayqaganlardan foydalanmaganliklari uchun ko'rdir. Sen ko'rlarni hidoyat qila olamsan. Ular haqiqatni ko'rmaydigan tursa. Shubhisizki Allah insonlarga qilcha zulm qilmaydi. Lekin insonlar kufr bilan gunoh orqali o'zlariga o'zlari zulm qiladi. Qiyomat kuni Allah ularni hisob elish uchun yig'idi. Ularga dunyoda turgan muddati kunduzda ozgina vaqt turgandek qisqa bilindi. Ular o'zaro tunishidi. O'zlarining Allohga muloqot bo'lishini, ya'ni o'lgandan keyin tirilishini inkor qilganlar cho'qim ziyon tortdi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. Ularga biz va'da qilgan azobning bir qismini sana ko'rsatamiz. Ya'ni bu dunyoda sen hayot vaqtida ko'rsatamiz. Yoki uningdan ilgari seni qabzi ruh qilamiz. Ular bizning dargoyimizga qaytidi. Mayli baldur bo'lsin, mayli keyin bo'lsin. Ularni cho'qim jazolaymiz. Ondan Allah ularning qilmishlariga guvoh bo'ladi.
O'tgan ummatlarning har biriga payg'ambar avatilgan. Qiyomat kuni ularning payg'ambari kelganda, ularning orasida odillik bilan hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. Ular, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bizga aytib beringlarki, bu va'da qachon ishga oshirildi, deydi. Aytqinki, Allah xohlamasala, men o'zimdan ziyonni dafi qilishga, foyda qozonishga qodir emasman. Her ümmetning halak bo'ladigan ma'lum vaqti bo'ladi. Shu vaqt yetib kelganda, ular birdammo kechiktirilmaydi, birdammo ilgari surilmaydi. Aytqinki, aytinglarchi, agar Allohning azobi sizlarga ketsa yoki kunduzi kelsa, buningdan sizlarga nima foyda? Gunohkorlar, ya'ni mushriklar azobdan qaysi narsaga oldiraydi? Allah'ның azabı yüz bergende andın onunğa işendinglarmı? Əmdi aytqan imaninglar faydasızdır. Onundan ilgiri məsxiri qilish bilan azabның tezrək tushishini talab qilatdinglar. Andan keyin o'zlariga zulm qilganlarga mangulik azobni tetinglar. Sizlarga faqat qilmishinglarning jazosi berildi, deyildi. Ular sendin, ya'ni va'da qilingan azob o'lgandan keyin tirilish rostmi deb so'raydi. Sen Parvardigorim bilan qasamki, u albatta rostdir. Sizlar qechib qutulolmaysizlar degin. Agar har bir zulm qilgan odam zimindagi hamma narsaga ega bo'ladigan bo'lsa, Allohning azobidan qutulish uchun albatta uning hammasini fidya qilib berib o'tadi. Ular azobni ko'rgan chaqda nadomatini yushurun tutadi. Ya'ni dunyodagi qilmishlariga ichida pushaymon qiladi. Ularning, ya'ni xaloyiqning orasida odillik bilan hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. Rastli osmonlardagi va zimindagi barliq narsalar Allohning mulkidir. Rastli Allohning va'dasi haqdir. Lekin ular, ya'ni insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Allah o'likni tirildirdi, tirikni o'ltirdi. Sizlar Allohning dargohiga qaytsizlar. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan nasihat bo'lgan, dillardagi dardga, ya'ni shak va nodonlikqa shifo bo'lgan mo'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi. Aytqinki, ular Allohning fazli va rahmatidan xushal bo'lsin. Bu ularning jiqqan dunyo mollaridan yaxshidir. Aytqinki, aytib beqinglarchi, sizlarga Alloh tushirgan rizqdan ba'zisini harom, ba'zisini halol qildinglar. Allah sizlarga bundoq qilishga izni berdimi yoki Allohga yolg'onni chaplamsizlar? Allohga yolg'onni chaplaydiganlar qiyomat kuni qandoq o'ylaydi? Ya'ni jazoga tortilmaymiz deb o'ylamdi. Shubhisizki, Allah insonlarga marhamatlikdir. Chunki ularga bo'ladigan azobni kechiktirdi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning ne'matlariga shukr qilmaydi. Sen qaysi holatda bo'lmag'in, Qur'ondan qaysi narsani o'qimag'in, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda aman biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarra chog'liq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi Lavhul Mahfuzda xotirlangandir. Rastla Allah'ның dostlarına ahirette Allah'ның azabından korkuş yoktur. Ular gam endişe kılmaydı. Ular iman etkan ve takvadarlık kılganlardır. Ularga dünya ve ahirette hoş haber verildi. Yani dünyada can üzüş vaxtida Allah'ның razılığı ve rahmetiga erişidiganligi bilan oxiratda nozu ne'matlik jannatga kirdiganligi bilan xush xabar berildi. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Ana shu katta baxtdir. Ey Muhammad,
Ularning so'zi seni qayg'uga salmasın. Bütün kuch-quvvat Allohga mansub. Allah sana madadkordir. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, amallarini bilib turg'uchidir. Rastla osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, bandisidir, maxluqotidir. Allohdan boshqaga butlarga cho'qindiganlar faqat yo'qilang parazgili tayindi. Ular faqat jo'ylaydi. Ey insonlar, aram elishinglar uchun Alloh sizlarga kechini yaratdi. Narsalarni ko'rishinglar uchun kunduzni yaratdi. İbret quluqi bilan anglaydigan qavm uchun buningda nurg'un alomatlar bor. Ular, ya'ni kofirlar, Allohning bolasi bor deyishdi. Allah buningdan pokdir, behojatdir. Ya'ni bola qilib olish ehtiyoj uchun bo'ladi. Allah bo'lsa hech narsaga muhtoj emasdir. Osmonlardagi, zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allah'ның balысы бар degan bu so'zinglarga hech qanday pakitinglar yo'q. Sizlar bilmaydigan ishlarni yolg'ondan Allohga chaplamsizlar. Ey Muhammad, aytqinki, Allohga yolg'onni chaplaydiganlar haqiqatan nijotlikqa erisholmaydi. Ular bu dunyodan ozg'ina vaqtla bahramon bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargoyimizga qaytadi. Ondan kofir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Ularga Nuhning qissasini o'qib bergin. Öz vaqtida Nuh qavmiga: "Ey qavmim, agar sizlarga mening ichinglarda turishim va sizlarga Allohning oyatlarini aslatishim eg'ir kelgan bo'lsa, men Allohga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yo'landim. Sizlarga parvo qilmayman. Sizlar butlaringlar bilan birlikda meni qaslaydigan ishinglarni qaror qilaveringlar. İşinlar sizlərə g'uvo bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qaslaydigan ishinglar oshkora bo'lsin. Ondan meni birdammi kechiktirmay, mening haqqimda xohlaganinglarni ijro qilaveringlar. Agar sizlar mening nasihatimdan yuz o'rsanglar, sizlardan haq so'rag'anim yo'q. Men ajrimni faqat Allohdan so'rayman. Men Allohga bo'ysunguchilardan bo'lishga buyurildim, dedi. Lekin ular Nuhni yolg'onchi qildi. Uni va uning bilan kemida billa bo'lg'uchi mo'minlarni qutqizdik. Ularni, ya'ni biz qutqizgan kishilarni g'arq bo'lganlarning o'rin bosarlari qildik. Bizning mo'jizlarimizni inkor qilganlarni to'pon balasi bilan g'arq qildik. Ey Muhammad, ogohlantirilg'uchilar, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onchi qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Nuhdan keyin nurg'un payg'ambarlarni o'zlarining qavmiga avatdik. Qavmiga ular ro'shan mo'jizlar bilan keldi. Ular, ya'ni payg'ambarlar kelishdan ilgari inkor qilishgan narsaga iymon aytishmadi. Kufrida haddidan oshquchilarning dillarini ana shundoq bechatlaymiz. Ulardan keyin Musa bilan Harunni Firavunga va uning qavmining cho'nglariga nurg'un mo'jizlar bilan avatdik. Ular iymon aytishdan bo'yintovlik qildi. Ular gunohkor qavm edi. Ularga biz tarafdan haqiqat kelgan chog'da ular bu haqiqat ro'shan sehrdir, dedi. Musa, sizlarga haqiqat kelsa, uni sehr demsizlar. Acaba bu sehrmi? Sehrgarlar muvaffaqiyat qozonolmaydi, dedi. Ular, sen bizga ota bovlarimizning dinidan bizni voz kechtirish va zamin, ya'ni Misr zaminining saltanatini ishkinglarning qilib olish uchun keldingmi? Biz ishkinglarga ishonmaymiz, dedi. Firavun, mening oldimga barliq usta sehrgarlarni elib kelinglar, dedi. Sehrgarlar yetib kelganda Musa ularga arg'amcha va asıllardan tashlamoqchi bo'lganinglarni tashlanglar, dedi.
Ular tashlaganda Musa sizlarning ko'rsatganinglar sehrdir. Allah cho'qim uni barbod qiladi. Allah buzg'unchilarning ishini albatta tuzmaydi dedi. Gunohkorlar yoqtirmagan taqdirdimi Allah pokitlari orqali haqiqatni isbotlaydi. Musaga faqat o'z qavmidan, ya'ni Bani Isroilning avlodidan ozg'inisi Fir'avn va uning qavmining cho'nglarining ziyonkashlik qilishidan qo'rqqan holda iymon etdi. Fir'avn zaminda, ya'ni Misr zaminda shak shubisiz mutakabbirdir. O albatta haddidan oshquchilardandir. Musa: ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysungan bo'lsanglar, uningga tavakkul qilinglar. Ya'ni hamma ishinglarni Allohga topshiringlar. Har qanday ahvolda Allohga yo'lininglar dedi. Ular aytdi: Allohga tavakkul qildik. Parvardigorimiz zolim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmag'in. Bizni rahmeting bilan zolim qavmdan qutuldirgin. Biz Musa bilan uning qarindishiga qavminglar uchun Misrda uylar yasanglar. Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar. Namoz o'qinglar, mo'minlarga dushmanlari ustidan g'alaba qildiganligi bilan xush xabar beringlar deb vahiy qildik. Musa aytdi: ey Parvardigorimiz, Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turlik mol-mulklarni berding. Ey Parvardigorimiz, ular buning bilan kishilarni ozdirdi. Ularning mol-mulklarini yo'q qilgin. Ularning dillarini qattiq qilgin. Ular qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Allah aytdi: ishkinglarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nadonlarning yo'liga agashmanglar. Biz İsrail avlodini dengizdan o'tkazib etdik. Ularni Fir'avn va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish yuzasidan qo'g'ladi. Fir'avn g'arq bo'lgan vaqtda iymon etdimki, İsrail avlodi iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmonlardanman dedi. Onunğa deyildi ki, hayatdan ümit üzgününgde əmdi iman eytamsan. İlgiri Allah'a asilik qılğan və buzğunçılardan bolğan idin. Səndin keyinkilərgə ibret buluşun üçün bugün senin cəsədini qutquzumuz. Yani senin cəsədini denizdən çıxırıb qoyumuz. Nurgun kişiler şək şübhəsiz ki, bizning ayetlerimizden g'afildir. Şübhəsiz ki, biz İsrail avlodini, ularning dushmanlarini halok qilgandan keyin yaxshi joyga o'rinlashtirdik. Ularni pok narsalar bilan rizqlantirdik. Ularga ilm, ya'ni Allohning hukmini ichiga olgan Tavrat kelgandan keyin ular din ishida ixtilof qilishdi. Parvardigoring qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqardi. Mubada sen sana biz nazil qilgan kitobdan shaklindigan bo'lsang, sendan ilgari kitob o'qiganlar, ya'ni Tavrat bilan Injil nazil qilingan Yahudilar va Nasaralardan so'rab boqqin. Shubhasizki, sana Parvardigoring tarafidan haq Qur'on keldi. Sen hargiz shak qilguvchilardan bo'lmag'in. Sen hergiz Allah'ның ayetlerini inkar qilguvchilardan bo'lmag'in. Undaq bolsang ziyan tartquchilardan bo'lib qolasan. Shubhasizki, Parvardigoringning la'natiga tegishlik bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga bütün mo'jizlar ko'rsatilgan taqdirdami qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Halak bolgan şəhərlər ahalları içində Yunus qavmidən başqasıga azabның alametini görüb etqan imanның paydası bolğunu yox. Yunus qavmi iman etqanda dünya hayatıda rəsva qılıdığan azabni ularның üstüdən kötürüb etdik. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajli yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramand qildik.
Agar Parvardigoring xolis edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan. Har qanday kishi faqat Allohning irodasi bo'lgandila ondan iymon etadi. Allohning oyatlari ustida fikr yurgizmaydiganlarni Alloh azobga giribtor qiladi. Aytqinki, osmonlardagi va zimindagi narsalarni kuzatinglar. Mo'jizlar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmga foydasi bo'lmaydi. Ular faqat o'zlaridan burun o'tganlarga kelgan kunlarning, ya'ni azobning o'zlariga kelishini kutadi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlar zulmning oqibatini kutinglar. Menmu sizlar bilan birlikda haqiqatan sizlarning halok bo'lishinglarni kutguchiman. Ondan keyin payg'ambarlarimizni, mo'minlarni azobdan qutqizdik. Mo'minlarni qutqizishga mushundaq mas'ul bo'lamiz. Ey Muhammad, qavmingning mushriklarga aytqinki, ey insonlar, agar sizlar mening dinimdan gumonlanadigan bo'lsanglar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarga men cho'qinmayman. Lekin men sizlarni qabziruh qiladigan Allohga ibodat qilaman. Men mo'minlardan bo'lishga buyurildim. Yana menga batil dinlardan burilib, to'g'ri dinga yuzlangan mushriklardan bo'lmag'in. Allah'ını qo'yib, sana payda ziyan yetkazolmaydigan narsalarga ibodat qilmag'in. Agar ularga ibodat qilsang, cho'qim o'zingga zulm salg'uvchilardan bo'lasan. Agar Alloh sana birer ziyan zahmat yetkazishni iroda qilsa, yolg'iz Allohdan boshqa uni dafi qilg'uchi bo'lmaydi. Agar Alloh sana biror yaxshilikni iroda qilsa, Allohning fazlini qaytarg'uchi bo'lmaydi. Alloh fazlini bandalaridan xohlagan odamga yetkazdi. Alloh bandalarining gunohini mag'firat qilg'uchidir, ularga mehribondir deyildi. Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haq din keldi. Kimki hidoyat topadigan, o'zining foydasi uchun hidoyat topgan bo'ladi. Kimki ozidikan, o'zining ziyni uchun ozg'an bo'ladi. Men sizlarga homiy emasman. Ey Muhammad, sana nazil qilingan vahiga agashgin. Ya'ni uningga o'zing amal qilib, boshqalarga uni yetkazgin. Alloh sen bilan ularning orasida hukm chiqarguchi, dinga da'vat qilish yo'lidagi mushaqqatlarga chidig'in. Alloh eng haqqoniy hukm chiqarguchidir.